Farg'onada erkak qo'shnisi tomonidan tosh bilan urib o'ldirilgani haqida Millar dasturiga xabar kelib tushdi. Ma'lum bo'lishicha, marhumning 5 nafar farzandlari bo'lgan. Marhumning yaqinlari biz bilan bog'lanib, quyidagi videoni taqdim etdi. Mana shu yil 5-noyabr kuni boshimga nihoyatda ham yomon og'ir judolik tushdi. Bir dona farzandim bor edi, 8 yoshda. Marhumning oilasini bizga taqdim etgan xabarida qo'shnilar o'rtasidagi janjalga bog' talashish masalasi sabab bo'lgani aytildi. Qo'shni bolamni qasddan o'ldirib, o'zi qochib ketdi. Inson hayvon ham shunaqa qilib o'ldirmaydi. 1,5 soatdan keyin menga xabar beryapti. Bolamda 5 ta bolasi bor edi. Ichim yonyapti. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati rahbarining Millarga taqdim etgan ma'lumotida hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchiga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Holat viloyat Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan nazoratga olingan. Gumonlanuvchi erkak qo'shnisi bilan janjallashgan vaqt qo'liga tosh olmasdan aqlini ishlatganida edi. Bugun u qamoqda bo'lmasdi. Eng e'tiborlisi 5 nafar farzandlar otasidan erta yetim qolmagan bo'lardi. Farg'ona viloyatidagi muxbirimiz voqea joyiga borib, holatni to'liqroq o'rganishga harakat qiladi. Biz bu haqda ko'rsatuvimizning keyingi sonlarida ma'lumot beramiz.